Assalomu alaykum. Hurmatli birodarlar, salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xalaylar salomatmi? Xudo xolasa, juda foydali bir maslahat bermoqchi edik. Ayniqsa bu asal iste'mol qiluvchi birodarlarimizga juda ham kerak. Asalni tozaligini aniqlashlik uchun mana bunday tekshirib olsa bo'ladi. Asal mana bunday oqadi-ku, mana qaranglar, mana oqib orqaga qaytadi, ko'ryapsizlarmi? Toza asal mana shunday osilib, mana qaranglar. Osilib tushyapti, orqaga qaytadi, qarang. Toza asalni aniqlab olishning yo'li mana shunday, mana qaranglar. Mana ko'ryapsizlarmi? Sekin orqaga qaytyapti. Mana orqaga qaytyapti, ko'ryapsizlarmi? Tepadagilari yana pastga qarab ulguradi, harakat qilib yana orqaga qaytyapti, mana. Mana orqaga qaytib, mana toza asalni belgilab olishlikning yo'li mana shunday bo'ladi. Mana orqaga qaytyapti. Mana ko'ryapsizlar? Toza asalni qiyom hech qachon shunday qilib orqaga qaytmaydi. Yoqqan bo'lsa, uncha unaqa zo'r chiqmagan bo'lsa ham, Xudo xolasa duo qilib qo'yasizlar. Asalni tozaligini mana shunday qilib bo'lib olsalaring bo'ladi. Keyin qolganlarini yana Xudo xolasa ko'rsataman. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilib qolinglar. Ozroq qoldi mana. Bir kun ichida shuncha asal ketib qolyapti, Xudo xolasa.